30-mart 2026-yil. Xudo xolasa akalar, ukalar shu mol sotilar ekan. Buvoz mol. Xudo xolasa mayning boshına tuvat deb turibdi. Qiziqqanlarga. Instagramdan ko'rib bir xalamiz xabarlashib turibdi. Sal mazasi qochgan ekan. O'zi Toshkentda ekan. 50 million operatsiyasidan pul kerak ekan. Shuni sotib o'tirar ekan. Qiziqqanlar xabarlashib o'tasizlar, o'zimdan ko'rib sotaman. Shu operatsiyasidan pul kerak ekanda 50 milliondan deydi. Shuna deydi qiynalib turibman, uka sotchaqman deydi. Yaxshiroq olato'g'rilar bo'lsa sotib berib deb xabarlashdim. Men shu jo'ra bilan keldik buni. Assalomu alaykum ma'lumotchilarimiz. Aka, shu xalamizning uyuna keldik buni do'stlar bugun. Shunday vaziyat o'tirgan ekan, vaziyatni bizga aytib berdi. Vaziyati bo'yicha Toshkentda Starmed degan klinikada davom etiraman bolam deyotir. Shunga umurtqa pog'onasida suyak yemirishi tashxis qo'yilgan ekan. Bizga to'g'ri bilmaymiz, insonlar 7 dan deb qo'yishim kerak. Shunga 50 million deb pul kerak deydi. Endi saytini kelib ko'rsak, bunda uyda birgina moli bor ekan do'stlar. Şu anda bize Muzaffar bilan kelishgan holda bir qizchadan iltimos etib, xayr etaman degan ekan do'stlar. Qalamning o'zining karta nomeri bor ekan. Qalamning o'zining karta nomerini yozib qo'ysak, ot familiyasi chiqadi. Qo'ldan kelgancha 5 ming so'm bo'ladimi, 10 ming so'm. Avval hech nima emas, qo'lingizdan kelgancha hech majburiy emas. Endi kimning bir niyati bo'lsa, agar shu yig'san etaman deb birgalar bo'lsa, sal ahvoli shunday ekan. Mana o'zimiz kelib ko'rib netdik biz 4 qizim, 5 qizi bor ekan. Sal ahvoli nira ekan-da. Qo'ldan kelgancha yordam etsangizlar, xudo xolasa akalar, ukalar. 5 ming olaman, 2 ming olaman, 10 ming olaman ko'ngildan chiqqanini. Shu mol qiziqqanlar sotiladi. Xabarlashaverasizlar. O'zimiz mol etamiz deb o'tirgan mol ekan. Sog'lig'ida shunday muammo qolibdi, shuni majbur sotyapti. Shunday. Shu videoni do'stlarga iborat bilishib qo'yasizlar, xudo xolasa. Hissamiz tegsa shu oyoqimiz yaxshi bo'lib ketsa, yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Ularni yozib, kartonalarni yozib qo'yamiz. Qo'ldan kelgancha 1000 so'm bo'lsa, 5 ming bo'lsa, tashlasanlar, videolarimizdan xudoga shukr 10 ming, 15 ming ko'p. 5 mingdan tashlasan qancha pul bo'lib ketadi. Bundan xalqi bir Avval xudo xolasa mana xalamiz shu xalamiz uchun mana aka 5 mingdan 10 mingdan tashlasam, 1 ming odam, 2 ming odam, 10 ming odam ko'rsatdim. 5 ming 10 mingdan tashlasa ham do'stlar xudo xolasa hado pul bo'lib ketadi ekan do'stlar. Yana Muzaffar shu xalqimdan turgan vaqtimda yordam etgan yaxshi, bizdan qo'ldan kelgancha yetyapmiz. Bundan xalqim bilan shu xalamizga birgina va'daga ketaylik do'stlar. 5 mingdan ko'p emas, 5 mingdan 10 mingdan tashlasa ham shuncha, misol uchun 10 mingdan prosmotr bo'lsa xudo xolasa hado pul jinadigan operatsiyasini sagana qarashgan bo'lamiz do'stlar. Turma jo'ra? Hey, rahmat. Shu do'stlar shu videoni xudo xolasa yaqinlarga ulashib, qo'ldan kelgancha like bosib, tarqataylik do'stlar. Sog'lomlar. Bizlar ham bexuda, Muzaffar Usmon uyini sharoitini bexuda imkoniyatidan kelib chiqqan nida xudo xolasa qo'yib turibmiz bu videoda. Mol etaman deb o'tirgan ekan, birgina moli bor ekan. Mayda tuvadi ekan, shuni sotishga majbur bo'lyapti do'stlar. Anaga xudo xolasa xudo xolasa kelib ko'rib haqiqiy muhtoj odam ekan shu pulg'aniga. Ya biz bexuda chiqarib turibmiz biz. Anaga. Malades Muzaffar. Ana do'stlar xudo xolasa shu ihson mukofoti ihson bo'ladi. Haqiqiy muhtoj odam bo'lgandan keyin chiqarib turibmiz. Xudo xolasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xalqim hammangizga rahmat. Xolamiz o'zi 5 qizning onasi ekan, mana qizlar ham yonimizda. O'zi Toshkentda video ola olmadi. Tijoratchilikdan netib aytib turibdi, biz ham qo'limizdan kelgancha yordam etyapmiz. Xudo xolasa poddishga yetib qo'llab-quvvatlasa degan umiddamiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.